yangi modeldagi stanoklarimiz. Bitta 601 metrlik mixli baraban bo'ladi bu. Birinchisi mixli barabanga solinadi. Ikkinchisi semplli baraban bo'ladi. Bu 130 bo'ladi. Semplli barabanimiz. Bulardan o'tib 250 stanogimiz 250 130 bo'ladi bu. 8 ta qo'yilgan bunda. 250 130 ligimizda. Tegi lentali bo'ladi, qamchi bo'lmaydi bunda. Lentada chiqadi. Motor orqali. Bag'da har bittada bitta katta motor, bitta redissor bo'ladi. Bu stanogimizni fonda monitor orqali boshqariladi. Mana monitorimiz. Fonda monitor orqali bo'ladi. Shiti invertorli bo'ladi.